Payg'ambarimizni vafotlaridan keyin Ya'fur degan minib yurgan eshaklari o'zini quduqqa tashlab o'lgan ekan. Tuyalari ovqat yemay qo'ygan ekan, oxirida ochlikdan o'lgan ekan. Bilal Habashi azon etolmay qolgan ekanlar. Odamlar iltimos qilishgan ekan, "Ey Bilal, bir azon eting. Payg'ambarning davri durdonasini bir eslaylik. Payg'ambarimizning davrlarini bir eslaylik. Men endi azon etolmayman. Azonda Muhammadning nomi bor. Qachon Muhammadning nomi tilimga kelsa, yuragim ezilib ketyapti. Men azon etolmayman" deb Bilal Habashi Shom safariga ketib, payg'ambarimizning vafotlaridan keyin u kishi ham dunyodan ko'z yumib ketgan ekanlar. Shunda bir ajib holatlar, ajib hodisalar ro'y bergan ekan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam betob bo'lib yotganlarida vasiyat qilgan ekanlar: "Ey birodarlar, mana shu yotishda dunyodan o'tishim sizlarga ibrat bo'lsin.